Assalomu alaykum aziz Didor kanalining muxlislari, bizni ko'rib kuzatib borayotgan butun dunyo ahli. Aziz ota-onalar, opa-singillar, dugonajonlarim, o'rtoqjonlar, qalbi quyoshlarim, mehri daryolarim. Hammalaringizga avvalambor assalomu alaykum deyman. Didor kanaliga xush kelibsizlar. Uzoq safarlarda yurgan ukajonlar, biz bilib bilmay, o'shalarda bolam chaqam deb yurgan yurtdoshlar, hammalaringiz oilangiz baxtiga sog' va salomat bo'lib, to'lib toshib uylaringizga qaytib, o'ylaringizda, niyatlaringizni amalga oshirib, to'ylar qiling, o'ylar qiling, farzandlar bilan rohatda bo'ling. Aziz ota-onalarimizning duolari ijobat bo'lib, hamma farzandlar o'nib, o'sib, o'zlaridan ko'payib yursin. Azizlar, mana eng chiroyli oylar, bahor ayyomi, 1-mart, yaxshi bahor oyini yetaklab keluvchi fasllardan biri bo'lmish bahorning eng chiroyli kunlariga yetib keldik. Va yana birga mana shu eng muqaddas oylardan biri ro'za Ramazon oylar ham mana shu 1-martda biz uchun chiroyli oylardan biri bo'lib kelib keldi. Azizlar, mana shu 2 oyimiz ham qutlug' oylar bo'lib, yaxshi kunlar bo'lib, hammamizga farovonlik, tinchlik, osuda, rohatda, farog'atda yashashni bizlarga Alloh nasibi ro'za aylasin. Mana bahorda dehqonchilik ishlari boshlanib ketdi, azizlar. Bir haftacha bo'ldi men video qo'yishga vaqtim bo'lmadi, chunki mana shu daraxtlarni shakl berib, ularni tagiga, ildizlariga sharbatlar, mineral o'g'itlar, mahalliy o'g'itlar berib oziqlantirib, ularning daraxtlarini olma daraxti, o'rik daraxti, nok, mana shu olcha deysizmi, gulosmi, hammasini shakl berib, ularni hozir oziqalarini berib chiqdik. Erta bahorda ochilganda o'sha urug'lariga ta'sir qilmaydi. Agar hozir vaqtida mahalliy o'g'itlarini shakl berib, o'zlariga yaxshi qaramasak, ular erta o'sha daraxtlarda ham qarason kasal paydo bo'ladi. Qarason kasal degan daraxtning o'zida qora chiqadi, tutunga o'xshagan qoralar tarmashib, qandaydir bir saqishga o'xshagan o'zlaridan nima chiqaradi, yelmga o'xshash nima chiqaradi, o'ziga yopishgan holatida asosda kasallik chaqiradi. U kasallik borib o'sha navdada gullayotgan o'sha urug'larimizga, o'sha ozgina endi boshlaydigan mevalarga ta'sir qiladi. Hozir shuni vaqtida mahalliy o'g'itlarni berib, minerallarni berib borganimizdan keyin o'sha qurt qumursqalar o'ladi, shularga ham ziyon bermaydi. Men o'tgan yili qani shu olmalarda qanday shakl berishini, qanday dori darmon bo'lishlarini, toklarini hammasini bir boshdan o'sha toyki boshlab ochib, daraxtlar toklarini ochib, daraxtlarga shakl berib, mevalarni terish holatidan toyki bozorga chiqargan holatigacha ko'rsatib mana shularni o'tgan edim. Hozir yana qaytaryapman, sababi 15 kun, 17 kun biz kechga qoldik. Fevralda yakunlab bo'lar edik, shu 16-17da boshlagan bo'lsa yakunlab tashlar edik. Endi bahor kechga qolganligi uchun biz bularni ozgina orqada surilib qoldi. Shunday bo'lsa ham shu bir hafta shu video qo'ya olmadim, shular bilan avunib ketdik. Yana bundan tashqari mana dehqonchilik ishlari ham boshlanib ketdilar. Dehqonchilik ishlari eng kerakligi bizga 3-4 ta narsa kerakli narsa. Hozir mana shu 21-martgacha ekilayotgan narsamiz. Birinchi bo'lib kartoshka, keyin piyoz, ikkinchi sabzi, ana shu ekinlar mana shu 21-martgacha ana shu 3 xil 4 xil aytilayotgan urug'larni yerga qadab, ularni joylarini taxlangan, o'sha kuz vaqti yerlarni haydatib, taxlab, shudgord qilib, ishlov berib, oziqalarni bergan bo'lsangiz, yeringiz tayyor. Hozir bemalol shularni ekib olishimiz kerak. Biz endi shunga nasib bo'lsa, endi ertadan boshlab hammasiga tushyapmiz. Ya'ni 2-3 kun harakat qilib ekib bo'lamiz. 21-martgacha bularni eksak, kartoshkalar katta-katta bo'ladi. Sabzilar ham o'sha chiroyli bo'lib, lo'nda sabzilar, o'sha qizil sabzi ekiladi hozir, sariq sabzilar keyinroq eksa ham bo'ladi. Lekin hozir asosan erkaklab ketadi deb qizil sarig'ini to'xtatib qo'yadilar-da, qizil sabzini ekamiz. Keyin piyozimiz ham hozir ekiladi. Piyoz hozir ekishimiz sababi o'sha katta-katta chiroyli bo'lib, ovqatga ishlatadigan katta-katta piyoz bo'ladi. Uni bemalol o'sha martdan, yildan, ildan ildirib eksa deydi, katta-katta bo'ladi. Agar 21-dan keyin eksak, ular mayda bo'yga ketadi-da,
o'sha tagi mayda bo'lib qoladi. Boshi mayda bo'lib qoladi, bo'yiga qarab ketib qoladi. Shuning uchun biz har doim mana shu 21-martdan oldin ekib bo'lamiz. Keyin ularning hosilini ko'rasiz. O'toqlardan chiqarib bo'lganda yashnab, siz bemalol oziqasini berib yaxshi qaraganingizdan o'shalarni iste'mol qilib ishlatib boraverasiz ro'zg'oringizga. Mana azizlar, mana shularni hozir ishlari boshlanib ketdi, yerlaringiz tayyor bo'lsa, bemalol hozir ekaversangiz bo'ladi. Yana menga bir hafta oldin edi, opa, mana shu chiroyli bodam yog'laridan, zaytun yog'laridan foydalanganimda, shulardan tushuncha berganimda, o'sha yozib telefonlar qilishgan edi qizlarimiz, bir ikkita onaxonlarimiz, opajon, mana shu qo'lingizdan kelsa, shu mayli kitobdan ko'rib aytganlarni maslahat bersangiz, bizlarga bir kun baribir kerak narsa, asqotadigan narsa edi bular. O'qib bizlarga tushuntirib bering deganida, xo'p deb men kira olmadim. Men hozir Gulxayridan tushuncha beraman. Gulxayri hammaning eshiklaridan oldin ekilardi, xuddi atir bo'g'ilib, dalonib chiroyli chaman deb ochiladi. Ham och rangda, ham pushti rangda ochiladi. Uni keyin ko'plar o'sha hovlisiga ekdi-yu, meni o'zimda hozirgacha bor, ekdi-yu keyin ildiz bilan kovlab tashladi. Endi tushunmagan mavzusida bo'yicha bo'ldi bu nimalar? Yo'q, bu Xayrigul bizga shom bo'lganda ertalabga faqat xayr so'rayverar ekan. Biz kunda to'xtamasdan 2 mahal xayr chiqarar ekanmiz. Agar xayr chiqarilmasak, uyimizga musibat keltirar ekan degan har xil gaplar bo'lgandan keyin bular endi kimlar shuni gapirgan bo'lsa, kimdir ko'yniga olib, ularni kovlab olib tashlagan. Lekin gulda hech qanday unday nimalar yo'q. Allohning mo'jizasi. Bir tikanni ham biz mavjudotini ko'tarib yura olmaymiz. Allohdan bo'lsa, Alloh o'zi beradigan ne'matini beradi, oladiganini Allohning o'zi olaveradi. Ana shu qarang, Xayrigul chamanda ochilayotgan vaqtida o'sha gullarni uzib olar ekansiz, gulni bargini suvga solib, damlama qilib, o'sha suvni 3 qoshiq ochlik, qorningiz och holatda ichsangiz, u sizdagi o'sha qon tuflashlar bo'layotgan, o'pka sillari deyapti. Yana shunday ko'p narsalarni berdi, tushuntirib o'tgan. Hozir men sizlarga ozgina shunday ko'rsatib o'taman. Kitobdan mavzularini qarang, shunday mana shunday kitoblarga yozilgan. Azizlar, men juda qiziqib o'qib boryapman o'zim ham. Mana shulardan foydalangan bir onaxonimiz bor edi. Onaxonimiz aytganda men unchalik ishonmagan edim. 2 yil oldin aytdi shuni. Haqiqatan onaxon shundan foydalangan ekan. Mana shuni endi o'zim o'qib ishondim. Foydalanganini, undan shifo topib ketganini. Qarang, qon tufurish, sil, bronxil astma, yutal, ko'krak og'rig'i, tomoq og'rig'i, chipqon chiqqanda chipqonga bog'lash, balg'am ko'chirish, bezli o'smalar, bronxil astmada o'pka yallig'lanishi, o'pkada ham shunday xishillashlar bo'lsa deyapti. Nervlaringiz yallig'lanishiga, peshobda qiynalishiga, qovoqda tosh bor paydo bo'lganda qaynatmasini ovqatdan oldin 3 mahal ochiq qorinda, och holatida 18 kun 50 grammdan ichilsa, Alloh taolo shunga qarang shifo berar ekan. Bu gulni o'sha barglari qaynatma damlamalari katta foyda berar ekan. Yana bundan tashqari qarang, aytadi, ildiz qaynatmasini olasizda deyapti. O'sha ildiz qaynatmasi deyiladi. Me'dada ichak 12 barmoqli ichak yaralariga ichilsa ham shifo bo'lar ekan. Damlamadan tomog'ini yuvib turish kerak ekan. 3 mahal faqat ko'zlarini yumib ichiladi. 50 grammdan 18 kun ichsangiz, o'sha shifo topib ketar ekan. Yana shunday aytilgan, urug' talqonni issiq yutalga foyda qiladi. O'sha urug'ni talqon qilashda issiqli yutalga foyda qiladi, uni kapalaganda, kapalab ichar ekan o'shani. Mayda qilib talqonday qilib. Yana ildiz qaynatmasini aytayapti. Ildiz qaynatmasi qiynalib siyishda achishib chiqishiga foyda qiladi. Sariq kasalga ham juda katta foydasi bor va yana o'pka kasallariga ham uni ancha foydasi bor ekan. O'sha qaynatmasini o'sha ichish kerak ekan, uni juda katta foydalari bor ekan. Mana ozgina bo'lsa ham mana shunday kitoblardan izlansak, vaqti kelganda asqotadi. Shu onamiz ichak kasallikka yo'liqqanida aytib o'tganida, bolam Xayrigulni odamlar u bu deb aytadi, bolam juda katta foydasi bor ekan. Biz o'shani bilmas ekanmiz. Oddiy uyimizga namosham ochilar gul deymiz, namosham ochiladi, ertalab bir ochiladi, namosham bir ochiladi, keyin yumiladi.
Shu gulni ham agar bir joylariga toshma bir donacha chiqsa, shuni gulini rangini olib, bunday qo'llarga surtganingizda ozgina rang paydo bo'ladi. Shular sursangiz qandaydir bir xillarga endi ta'sir qilmasa ham ko'plariga mana shunaqa o'sha toshmalarini o'shani surtgandan toshmalari qaytar ekan. Shuni o'sha onaxon tushuntirib aytganda men e'tibor bermagan edim. Haqiqatdan kelib mana 2 yil o'tdi. Kitoblarda ko'rdimda o'sha onani so'zlariga ishondim. Haqiqatdan ona shundan davolandim bolam degan edi. Ana qarang, dard borki darmon bor deydi. Odamni boshidan o'tmagancha, boshidan o'tmaganni qoshidan o'tma deydi. Biz o'shani bilmaymiz, lekin shuni o'rganib qo'ysak, erta o'zimizga vaqti kelganda kimgadir asqotsa, zora shulardan Alloh shifo bersa, shifo topib ketaveradi. Bu giyohlardan tayyorlanadigan, bizni oldimizda o'stirib qaraymiz, o'sha gullarga ham e'tibor bermaymiz. Azizlar, ilm beshigidan qabrgacha deyiladi. Ilm izlash, o'rganish, hech qachon u yoshimiz katta kichigiga qaramaydi. Bir-birimizdan maslahat olib, maslahat bersak, baribir ertaga o'shani qilib ko'rsak, o'sha harakatlarimiz zo'ya ketmaydi. Hammalaringizga sog'lik, omonlik, tinchlik, xotirjamlik tilayman azizlar. Jonlaringiz amon bo'lsin. Yaxshi kunlarda diydorlashda sizni bizga Alloh nasib aylasin. Avvalambor yurtimiz omon bo'lsin, dunyoyimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz hamisha mana shunday yaxshi kunlarda hamdam bo'lishga, shu Alloh tomonidan berilgan niyatlarimizni amalga oshirishda Allohim ko'makdosh bo'lsin. Yaratganning o'zi bizga hamisha to'g'ri yo'lni ko'rsatsin azizlar. Mehr, muhabbat bilan yashashdi. Sizga bizga Alloh nasib aylasin. Mana shunday chiroyli kunlarda hammamiz ishimizni bardavom qilsin. Allohim topganimiz to'ylar bilan o'tsin. Nimaki niyatlar va niyatlarga yetishdi Alloh nasib aylasin. Endi asal mavzusiga keladigan bo'lsak, keyingi mana shu videoyimda asal haqida ma'lumotlar bor, yig'ib o'tiribman. Shularni sizlarga taqdim etib qolaman. Hozir sizlar bilan xayrlashaman. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik, tinchlik, omonlik tilayman. Hammalar sog', salomat bo'linglar.